Aleyküm qadrdonlar, efirda Begim Surashidon. Bugungi temamiz nasos to'g'risida. Nasos ko'rsating. Mana bu narsani bunday qilib qo'yishgan. Nimagaki, mana strelkani qanaqa qo'yishni bilishmagan. Hozir padacha bag'dan bo'lgan. Buni bunaqasiga tepaga qarab qo'ygan. Bu tepaga qarab tursa, og'aylar, kuyadi bu. Yerga havo to'planib. Bu bunday turish kerak yoki bunday turish kerak yoki bunday turish kerak. Bu narsani mana to'rtta gaykachalari bor. Bo'shatasizlarda. Bo'shatib turib, mana bizga hozir направление baq ko'rsatyaptimi? Biz padacha baqa ketish kerak. Shu narsani shunday aylantiramizda. Mana bo'ldi. Hech qanaqa qiyin yo'q. Mana bu tepada turish kerak. Mana endi bu tomonga qarab oqadi. Gaykalar qatras bo'ldi. Bundan boshqa hech qanaqa qiyin joyi yo'q buni. Magazinga olib borib, strelkasi boshqa ekan deb almashtirib ber deb o'rganib olinglar, og'aylar. Like bosinglar, hammaga omad.